Hozir eng katta muammo domni ichida mashinalar uchun stanka. Ko'rib turganingizdek, bu yoqqa birov begona kirmaydi. Domimiz yangi qurilgan, 2018-yil topshirilgan. Ushbu uyimizni 2-qavatda qanday mashinalarga parkovkalar bor, begonalar kirmaydi. Farg'ona shahrining markazidan 2-qavatda 4 xonali 118 kvadratdan iborat bo'lgan 4 xonali uyimizni obzorini sizlarga qilib beraman. Azizlar, uyimizning eng zo'r joylaridan bittasi kirish qismimizda qarang, koridorimiz katta. Mehmonxona, oshxona, barcha jihozlar bilan jihozlangan uyimiz. Demak, uyimizni bir boshdan tushuntiramiz. Uydan kirib kelishimizga bizni mana bunaqangi общий deymiz, ya'ni mehmonlar uchun hojatxona qilib qo'yilgan, chiroyli qilib va mustahablar qilishlari uchun ham sharoit yaratilgan ajoyib joylarimiz va kirganimizda kir yuvish mashinasi, kuxonniy hamma jihozlar bor, gazimiz, mikrovolnovka, barcha jihozlar, xolodilnik hammasi отопление qilingan, laminatlar qilingan. Uyimiz ideal holatda turibdi. Unaqangi urinib ketmagan uyimiz. Juda ham zo'r. Oyoqtalar polni laminat qilingan, eshiklarimiz chiroyli MDF eshiklarimiz qo'yilgan va kirganimizda keng, katta, chiroyli mehmonxonamiz. Ko'rib turganingizdek, konditsioner yangi qo'yilgan, ikkita konditsioner yangi qo'yilgan deyapti. Bittasi kattalar uchun yotoqxonamizga qo'yilgan va mana mehmonxonamizda chiroyli mana bunaqangi konditsionerlar qo'yib, muzdekkina xonada hozir obzor qilyapman. Demak, ikkita отопленияmiz mana bu radiatorlarimiz qo'yilgan. Oynalarimiz Aquaplast, ya'ni aqua alyuminiy emas. Demak, lyustralarimiz juda ham chiroyli, qandillarimiz va televizorimiz Polskiy 52 li adashmasam, televizorimiz ham qoladi va oyoq taglari, gilom, kreslolar hammasi bonusga bilan qoladi. Eshigimiz ham yomon emas, ya'ni yaxshi MDF eshiklardan qo'yilgan. Demak, kelganimizdan keyin bu yog'i yana 3 ta xonamiz bor. Kattalar uchun yotoqxona, kattalar uchun yotoqxonamizdagi jihozlar, eshiklarimiz MDF chiroyli bir eshiklar qo'yilgan, Rasulovning eshiklariga o'xshar ekan. Demak, konditsioner yangi, veranda, kichkina balkonchasi bor va radiatorimiz katta e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, demak, remonti yaxshi va mana bu burchakka kattalar uchun yotoqxonani ichida mana bunaqangi sanuzel qilib qo'yilibdi. Bu ham yaxshi bir zo'r. Demak, mana bunaqangi yotoqxonani iladigan, kiyim iladigan shkaflarimiz ham bor azizlar va chiqqanimizdan keyin bu joyda yana bitta hammom, muvalligimiz bor. Bu yog'imiz mana hamma yo'q chiroyli patologgacha kafil qilingan. Kafillar ham toza kafil ishlatilgan. Va bundan keyin yosh bolalarda, yo'ta qizimiz bo'lsa, qizchamizga chiroyli mana bunaqangi yotoqxonamiz bor va mana bu joyimizda o'g'limiz uchun yana bitta chiroyli yotoqxona. Radiatorlarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, xonamiz juda ham chiroyli. Demak, 3 ta yotoqxona va bitta zalimiz. Mana ko'rib turganingizdek, zal juda ham kirishimiz go'zal holatda. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilsa to'liq ma'lumot beramiz. Uyimiz qayerda joylashgan deganlarga, Voyinkomat, shahar voyinkomatining ro'parasida joylashgan, ya'ni Oxu kafesining yonida joylashgan ushbu uyimiz.